Mana Ekoshahar obyektimizga penabloylarimiz yetib keldi. Penablokda uy qurib bo'lmaydi, mustahkammas deyishadi, lekin adashishadi. Issiq sovuqda o'zida yaxshi ushlaydi, o'ta ham uyimiz qishda issiq, yozda salqin, muzday bo'ladi. Uyimiz devor balandligi 3.40 bo'ldi. Patologimiz o'zi aslida ko'p joyda hozir 3 qilinyapti. Gazdan ekonom qilish uchun, uy issiq bo'lish uchun, lekin uy egalari talabiga ko'ra uyim sal baland, chiroyli ko'rinsin degan uchun 3.40 qilib berdik, visokiy patolog qilib. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormanglar. Uyga nechta pul rasxod ketyapti, qancha g'ish ketyapti, batafsil aytib boramiz. Aytganimdek, batga 1,5 mingta atrofida g'ish ketadi bitta kottejimizga, 5 xonali uyimizga. Penabloklar 10 mingdan yetib kelyapti. Ustaka penablok urish narxlari necha pul bo'lyapti Farg'onada? 7 ming bo'lyapti. 7 ming bo'lyapti. Ustalar nomerini ham qoldirib ketamiz, bemalol telefon qilib bog'lanishlaring mumkin. Mana juda ham tekis, ideal holatda urishibdi.